Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bizning his-tuyg'ularimiz tanamizga qanday ta'sir o'tkazishi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni har bitta bizdagi kechayotgan his-tuyg'ular, emotsiyalar albatta tanamizga ta'sir o'tkazadi. Dastlabkisi bu g'azab. G'azab bugungi kundalik hayotimizda juda ko'p uchrab kelmoqda va aynan g'azab bu jigarimizga zarar yetkazadi, jigarga zarba berib boshlaydi. Shuning uchun biz g'azablanmasligimiz va g'azablangan holatda tinchlanishimiz uchun nafas mashqlarini bajarishimiz kerak. Keyingisi qayg'u. Biz qayg'uga tushganimizda o'pkamiz bevosita nafas olishi o'zgarib boshlaydi va aynan qayg'u o'pkamizga yomon ta'sir qila boshlaydi. Biz qayg'uni yengib o'tishimiz kerak, o'pkamizni asrashimiz uchun. Keyingisi bu xavotir hisoblanadi. Xavotir biz doimiy xavotirda nimadandir, qandaydir muammodan yoki kelishi mumkin bo'lgan qandaydir xavfdan xavotirda yurganimizda u bevosita bizning oshqozonimizga zarar ko'rsata boshlaydi va aynan buni biz yengishimiz uchun ongli ravishda ovqatlanishimiz va to'g'ri dam olishimiz kerak bo'ladi. Va bugungi kun global muammolardan biri barcha insonlar uchrayotgan o'sha stress. Stress ham bizga juda salbiy ta'sirlar o'tkazadi. Faqatgina ruhiy jihatdan emas, balki bizning yurak va miyamizga ham ta'sir qiladi. Sababi o'sha biz doimiy stressga tushganimizda miyadagi xotira faoliyati sustlashadi va fikrlarimizning aniqligi yo'qoladi. Shuning uchun buning oldini olish uchun yaxshi dam olishimiz kerak. Turli xil o'sha tog' yonbag'irlariga chiqib stressni yengishimiz kerak. So'nggisi bu qo'rquv. Biz doimiy qo'rquvda yoki bo'lmasam qandaydir biror bir narsa sodir bo'lishidan qo'rquv holatida yursak, bu albatta bizning buyraklarimizga ta'sir o'tkazadi. Buning natijasida buyraklarimiz faoliyati buzila boshlaydi. Bunday holatga tushmasligimiz uchun o'zimizni tinchlantiruvchi mashqlar bilan shug'ullanishimiz kerak. Mana sizlarga bir necha bizdagi o'sha his-tuyg'ularning tanamizga qanday ta'sir qilishi haqida aytib o'tdim. Aziz obunachilar, o'zingizni bunday his-tuyg'ulardan asrang.